Hamma aytadi, ha qaniydi endi men ham Rasulullohning davrida bo'lib qolsam, Rasulullohning oldilarida o'tirsam, hadislarni eshitsam deb. Xo'p, endi Allohning qadari bilan u davrlarda yashash, tug'ilish nasib qilmadi bizga. Lekin agar mana shu da'voyingizda sodiq bo'lsangiz, Rasulullohning qoldirgan hadislarini o'qib o'rganyapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'izlaridan chiqqan gaplarni, hadislarni qandoq bo'lsa shundoqligicha yodlab qolib, saqlab, kitobga tushirib, qoldirib ketgan odamlarni chiqarib qo'ydi Alloh. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy. Agar Rasulullohga shunchalik muhabbatimiz sodiq bo'lsa, Rasulullohni qani ko'rsak, qani hadislarni eshitsak, biz ham amal qilsak deganlar, mana hadislar tayyor. Shunda ochsangiz hadislar turibdi, sahih hadislar. Ustozlar uni sharhlab tayyor qilib mana internetga joylab qo'ygan. Kim qanchalik foydalanyapti, kim o'qiyapti, uni hayotda tatbiq qilyapti. Mana bu agar da'volar rost bo'lsa, uni amalda albatta musulmon kishi isbotlaydi.